Yulduzlar hayotidagi yashirin haqiqatlar, ko'rganingizdan ham kattaroq voqealar bor. Hozirgi video roligimiz aynan shu haqda. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Jahon va o'zbek shou biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Rossiyada xizmat ko'rsatgan artist, aktyor Farhod Mahmudov qizalog'i bilan vaqt o'tkazmoqda. Insta-bloger Zebo Rahim va tabiat qo'ynida bahoriy fotosessiya uyushtirdi. O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov o'g'il farzandli bo'ldi. Chaqaloqni tug'ruqxonadan olib chiqish marosimi dabdabali tarzda o'tkazildi. Aktrisa Mavluda Hikmatova o'zi o'qigan kollejga borib, ta'lim bergan ustozlari bilan uchrashdi. O'zbekistonda omma nazarida bo'lish bu shunchaki senga qarashadi degani emas, seni o'qishadi. Go'yo sen inson emassan, balki qandaydir kerakli versiyasan. Sen avtomatik ravishda kimlargadir o'rnak, muhokama mavzusi, kimningdir kutganiga aylanasan. Insta-bloger Maryam Tillayeva O'zbekistonda taniqli bo'lishning qanday salbiy tomonlari borligi haqida yozmoqda. Aktrisa Durdona Qurbonova onasiga yangi uy sovg'a qildi. Aktrisalar Zuhra Soliyeva va Muqaddas Berdiqulova bayram bahonasida uchrashdi. Sitora Alimjon va sun'iy intellekt orqali o'g'li bilan tushgan suratlarni Instagramga joyladi. Aktrisa styuardessa Rayhon Asadova yangi suratini sahifasiga joyladi. Aktrisa boshlovchi Barchin G'ofurova ayol kishining muqim uyi bo'lmasligi haqida mulohaza yuritmoqda. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova jahl chiqqanda o'ylamay qaror qabul qilmaslik haqida yozmoqda. Ruxshonaga iPhone'ning eng so'nggi modeli 17 Pro Max sovg'a qilishdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.